Standart zarba. Jahon chempionati chorak finali. 100-daqiqa. Argentina 2-1 hisobida oldinda edi. Niderlandiya esa jarima maydoni yaqinidan standartga ega bo'ldi. To'p yonida 2 futbolchi turgandi. Butun stadion zarbani kutardi. Argentinaliklar devorni tuzishdi. 5 nafar futbolchi darvozani yopdi. Yana biri esa pastdan zarba bo'lishi mumkinligini hisobga olib yerda yotdi. Ammo gollandlar ham o'z devorini qurishdi. Argentinaliklarning devoriga yaqin. Hammasi oddiy ko'rindi. Darvozabonning ko'rish maydonini cheklash va raqibni adashtirish uchun. Biroq keyin ideal darajada tayyorlangan kombinatsiya ishga tushdi. Weghorst devorda turib Argentinada faqat bitta himoyachi 3 nafar futbolchini nazorat qilayotganini ko'rdi. U zarur paytda ijrochiga boshi bilan yechim berdi. Shunda zarba o'rniga pastdan uzatma amalga oshirildi. Niderlandiya devori ikki tomonga tarqaldi. Weghorst esa birga bir vaziyatda to'pni qabul qilib darvozaga yubordi.